Assalomu alaykum, aziz obunachilar. Bugungi hovlimiz Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani 86 mahalla fuqarolar yig'ini Qoratuxum mahallasidan 7 sotixli joyimiz xususiylashtirilgan quruq yer sotuvga chiqdi. Bu joyimiz mahallaning ikki tarafidan suv oqib o'tgan. Biri Qorasuv daryosi, biri Hamdam kanali oqib o'tgan. Shu hovlimizni orqa tarafida keng dala, o'sha qirqliklarning tagida Hamdam kanali oqib o'tgan. Mahallamiz asosiy trassadan, Toshkent Chorvoq trassasidan 2,5 kilometr ichkariga kiriladi. Mahallaning markazida joylashgan hovlimiz, maktabi yaqin shunday yonida. Bu joyimizga egalari har bir soatga 5500 dan narx qo'yishgan. Kimga qiziq bo'lsa, to'g'ri o'zlariga aloqaga chiqib, batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi. Hujjati xususiylashtirilgan, hech qanaqa hujjatdan muammo bo'lmaydi. Joyimizga kelib ko'rishinglarni tavsiya qilamiz.